Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Bugun O'tkir Hoshimovning Osmondan tushgan pul nomli hikoyasini sizlar bilan tinglaymiz. Osmondan tushgan pul. Bozor iqtisodi degan gaplar paydo bo'lgan, pullar o'zgarib turgan paytlar edi. Bir kuni ishlab o'tirsam, yozuvchilar uyushmasidan qo'ng'iroq qilib qolishdi. Sizga pul qog'oz kelibdi. Uyushmaning pochta qutisida ekan. Said Ahmad aka menga tashlab ketdilar. Qancha ekan? 10 mingdan ortiq. U paytda 10 ming so'm katta pul edi. Ishonqiramagan edim. Uyushma xodimi astoydil ranjidi. Sizni aldaymanmi aka? Mana, qog'oz qo'limda turibdi-ku. Mayli. Ertaga borib olarman dedim hamon shubhalanib. Rostdan shuncha pul qayerdan kelishi mumkin? Bir soatchadan keyin Said Ahmad aka qo'ng'iroq qildi. Pulingni oldingmi, bolam? Ertaga olmoqchiman. Shuncha pul qayerdan kelishiga aqlim yetmay turibdi. Said Ahmad akaning achchig'i chiqdi. Shu senga problema bo'ldimi? Xudo berganiga shukr qilmaysanmi? Men qanaqa sigaret chekishimni bilasan-a? Bilaman. Rodopi. Malades. Pulingni olsang, menga sigaret olish esingdan chiqmasin. Xo'p, bir blok. Bekor aytibsan. 2 blok. Osmondan 10 ming tushib turibdi-yu, ziqnalik qiladi, qo'rimsoq. Oqsoqol to'g'ri aytadi. 10 ming kichkina pulmi? Balki biron yerda kitobim chiqqandir. Hozir nima ko'p, nashriyot ko'p. Kechqurun yangangiz yotig'i bilan gap ochdi. Kuz kelib qoldi. Nevaralarga issiq kiyim olmasak bo'lmaydi. 10 ming lop etib xayolimga keldi. Olamiz dedim hozir javoblik bilan. Dilishkaga etikcha olamiz. Shohruxga palto olamiz. Humoyunga olamiz. Qudangiz to'y qilyapti. Qudachilik, mingilchilik to'yona beramiz. 5-6 ming yetar. Yangangiz ko'zimga xavotirlanib tikildi. Qarz olasizmi? Nega qarz olar ekanman? Kitobingiz chiqdimi dedi u quvonib. Shunaqa shekilli. Ertasiga pasportni kassaga solib, uyushmaga bordim. Qo'ng'iroq qilgan xodim qo'limga pul qog'oz tutqazdi. 10.985 so'm. Hammasi zakonni. Muhri ham bor. Yuvamiz dedim va'da berib. Shoferga mashinani Glapochtaga haydashni buyurdim. Mahkamjon dedim haydovchiga. Anchadan beri chaqarning lag'moniga bormay qo'ydik-a. Ha, dedi haydovchi. Lag'monni boplaydi. Bugun boramiz. Jigar kabobni ham sayratib boradi azamat. Pochtaning 5-darchasiga borib pul qog'ozni to'ldirdim. Pochtachi qog'ozga qaradi, pasportga qaradi. Keyin stol tortmasdan g'ishtga o'xshab taxlamlangan pullarni oldi. Shundoq burnimning tagiga, peshtaxtaga terib qo'ydi. Undan keyin chaqqonlik bilan 50 so'mliklarni sanay boshladi. U pul sanayapti-yu, mening xayolim boshqa yoqda. Qudamizga to'yona 5-6 ming. Said Ahmad akaga sigaret 2 blok. Dilishkaga etikcha, tagi qalinidan. Shohruxga palto, ichi mo'ynaligidan. Humoyunga ko'ylakcha 10 ta. Uyushma xodimiga araq 2 ta chet elligidan. 15 so'mingiz bormi dedi pochtachi pulni sanab bo'lib. 85 so'm qolaversin dedim saxiylik bilan. To'g'ri-da. Shularga ham qiyin. Kun bo'yi birovning pulini sanaydi. Bizga 85 so'm nima bo'pti? Yana 2 ta 50 so'mlik beraman. Bolalariga shirinlik olib bersin. Sneakers deydimi? Ana o'shanda. Endi blankani 2-qismiga ham qo'l qo'yasiz. Pochtachi shunday dedi-da, stol chetida turgan qutichadagi qog'ozlarni titkilashga tushdi. Uzoq titkiladi. Yetib kelib, goh men to'ldirgan pul qog'ozga, goh menga tikilib qoldi. Birdan rangi o'chdi. Peshtaxtaga terib qo'yilgan taxlamlarni yulqib oldi-yu, shosha-pisha tortmaga tiqdi. Bu nima dedi pul qog'ozni peshtaxtaga qo'yib. Pul qog'oz dedim hayron bo'lib. Qachon oldingiz? Bugun?
Bu so'm emas, so'm kupon-ku. Mana, qarang. U pul qog'ozining muhrini ko'rsatdi. 94-yil 1-marta yuborilgan. Hozir bu 10 so'm 90 tiyin bo'ladi. Pochtaxonadan qanday chiqqanimni bilmayman. Mashinaga o'tirishim bilan Mahkamjon so'radi. Lag'monga haydaymi? Abid ham bo'lib qoldi o'zi. Ishxonaga, dedim zarda bilan. Bugun abid qilmaymiz, ertagayam. Peshindan keyin Said Ahmad aka qo'ng'iroq qildi. Menga sigaret olib qo'ydingmi 2 blok? Olib qo'ydim, dedim to'nqillab. 2 otim nos. Oqsoqol negadir qiqirlab kuldi. Rahmat. Shunaqa bo'lishini bilardim. O'tgan hafta men ham Glavopochtaga borganman. Bitta men ahmoq bo'laveraman. Sen ham ahmoq bo'lgin dedim-da bolam. Bir zum jimib qoldi-da qo'shib qo'ydi. Xafa bo'lma bolam, meniki 17 ming edi. Azizlar, yana bir hikoyamiz o'z nihoyasiga yetdi. O'tkir Hoshimov va ustoz Said Ahmad naqadar tengsiz insonlar edi. Albatta videoga like bosing, do'stlaringizga va barchaga ulashishda davom eting.